$1100 Haval H9 avtomobilini propan ustanovka doğru yechim deb bilasizmi? Buni ekspertimiz Behzod Akamdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. $1100 ustanovka o'tibdi ekan, propan ustanovka nechik bo'ladi endi bu? Tartibini tushuntirib o'tsangiz. $1100 uстановkamiz kelib chiqishi bu avvalambor italyanskiy va Polsha avalonasi bo'ladi. 70 talik gaz balon o'rnatib berganmiz. Bu avtomobilimizga 89 litrli gaz balon tushadi. Ishlash sistemasi esa 90-10 bo'ladi. 90-10 degani 10 litr asab qiladigan bo'lsa benzin, shundan 1 litr benzin bo'ladi, 9 litr propan bo'ladi. Yechimiga kelib chiqsak, hozir kechagi kunda benzinni sifati yomonligi uchun ko'pchilik propan o'rnatadi. Oddiy olib qaraganimizda 60 litr gaz solsak, avtomobilimiz 400 km yo'l yurib beradi. Bunga qo'yiladigan propan balonimiz nida ishlab chiqarilgan? Zapchastlaridan birinchi chetdan ko'rsatib o'tsak obunachilarimizga. Balonimiz ishlab chiqarilishi Turkiyada ishlab chiqariladi. Atkir balonlari oldi qismida qo'yiladigan zapchastlarimiz Polshada va Italiyada ishlab chiqariladi. Birin-birin ko'rsatalasizmi buni? O'sha avtomobilimizga injektor 8 blok upravleniyaasi o'rnatilgan Polshada ishlab chiqarilgan Dakota 2.10 skarasli injektorimiz va XP Nordic italyanskiy reaktorimizni o'rnatib berganmiz. Ishlash sistemasi JIDA sistema deyiladi. Xizmatlar bo'lsa Yevropa gazga murojaat qilasiz, so'roq qilib beramiz. Xudo xolasa tez kunda skidkalar bo'ladi. Cobalt Nexia 3 Gentra avtomobillarini propan и metan ustanovkalari полный skidka e'lon qildik. Pastda raqam qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib kelishlaringiz mumkin.